Azizlar, bitta go'zal narsani ko'rdim Arabiston ko'chalarida. Qarang. La ilaha illalloh bilan iymoni mufassalni nima shakliga, haligi yelkanli qayiq shaklida, yelkanli kema shaklida qo'yib qo'yishgan. Men bu vov harflarga e'tibor bering, xuddiki eshkak eshayotgan eshkakchilar. Endi mana o'qib beraman. Eng tepadan mana qo'limni uchidan e'tibor bering. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yelkan holatida endi boshidan amantu billahi xiralashdi. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhirah va bil qadari khayri va sharrihi minallohi ta'ala val ba'si ba'dal maut. Qarang. La ilaha illalloh bilan iymoni mufassalni yelkanli kema shaklida juda go'zal holatda. Mashalloh. Haqiqiy san'at asari.